Alo, yaxshimisiz? Iloji bo'lsa bugun sovchilarni olib boraman. Bilasizmi? Sizni jiyanchangizga ajoyib sovg'a olib qo'ydim. Buni ko'rib juda ham xursand bo'ladi. Xudo xolasa sizga ham xursand qilaman. To'ydan keyin Dubaygami, Turkiyagami dam olishga ketamiz. Shu notanish ayolga $400 mashina olguncha mana uy joylarga u yoq bu yoqqa qaraganda yaxshi bo'lardi-da. Yaqinda onamni o'tgan kunlari. Meni kuting. Jonidan. Avazbek, O aka, tinchlikmi? bir suhbatlashaylik uka, yoqqa kelgin. Obbo. Yana nasihat qiladi. O'zim qaytib boraman, maylimi? Aka, tinchlikmi? Kel uka, o'tir. Endi uka, senga bu maslahatim. Qo'lingda 5-6 so'm puling bor. Agarotlarimizni choptir, ekadigan narsalarni ektir, ustani chaqir. U yog'i endi onamning hisoblarini o'tkazib olgandan keyin bir gap bo'lar axir. Onam o'tgan bo'lsa, o'tganlar o'tdi ketdi. Qolganlar yashash kerakmi? O'zi ko'zlagan maqsadlarim bor, planlarim bor uka. Bizneslarim yurib ketsa, onamning yo'rig'idan keyin albatta to'yingni ham o'tkazamiz axir. Nima deyapsiz aka? Qanaqa hisob? Yig'ishtiring nasihatlaringizni. O'zingiz uylangan, oilali erkaksiz. Undan ko'ra ota-onamdan qolgan merosni bo'shating. Meni ham yashashga haqqim bormi? Sadqa yo'qdan ketay. Ukama. Shu akam ham jonga tegdi. Uni qil, buni qilma. Qizimni mazasi yo'q. Dori ukorga ham hozir pul yo'q. Ishga boray desam, ish chiqmayapti. O'zing qo'llagin. Alo. Alo. Alisher, yaxshimisan? Oshna, assalomu alaykum. Og'ayni gapni qisqa qilaman. Bugungi vaqting bormi, yo'qmi? Bor, oshna bor, vaqt bor. Uyda ozgina ish bor edi, shuni bitirib bergan. Bo'pti, xo'p. Hozir boraman, og'ay. Pulini beraman og'ayni, pulidan xijolat qilma. Mayli, unda seni uyda kutaman. Ey Alloh. Avazbek. Alisher ke. Og'ayni, seni chaqirganim sababi shu yerda ozgina makka paya bor. Shuni bir chiroyli qilib o'rib, tagida yerini chopib, jiyagini olib bergin, necha pul beraman? 1 million beravering. 1 million? 1 million ko'p emasmi og'ayni? Bu issiqda ustalar ham ishga chiqqan yo'q. Menga pul zarurligi uchun majburligimdan keldim. Mayli og'ayni. 1 million bo'lsa 1 million. Unda sen ishni boshla. Men birozdan keyin kelaman, maylimi? Xo'p bo'ladi. Ukam ham o'rtoq bechorani ishga solib qo'yib, o'zi ham qayergadir ketdi. Yo ovqatidan, yo abitidan darak yo'q. Alisher ham qorni ochgandir. Alisher, Aka. Alisher, bir piyoladan choy ichib olaylik. Abit ham bo'lib qopti uka. O'rtog'ingdan xafa bo'lmaysan. Men ham bee'tibor qolibman. Kel uka, yur oqa, kel. Xo'p, hozir aka, hozir. Kel Alisher, keldingmi? Kel, yonimga kech uka. Kel oqa. Qorning ham ochib ketgandir uka. Ha, baraka topding, barakada. Qiynalmading. Qani? Alisherjon, olchi. Bani ochib qo'y. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Ol oqa, ol. Ol oqa. Og'ayni,
Mana ishlab bitirdim. Malol kelmasa, xizmat haqim bersang. Qanaqa xizmat haqi? 1 soat bo'lgan yo'q ko'chaga chiqib ketganimda. Bir paslik ishingga mendan pul so'raysanmi, o'g'aylar? Mayli, bugun meni ishlarim bor edi. 1-2 kunda ko'rishamiz, xudo xolasa. Beraman 200 ming, 300 ming. O'g'ayni gaplashamiz. Rahmat senga ham. Hey, og'ayni. Pul zarligi uchun labzingga ishonib kelgandim. Senga ham xudo bor. Pulni-da. Shu bechora og'aynini ham aldading-a. Ha, ahmoq ukama. O'z og'ayningni norozi qilib dunyoyu oxiratingga yomon qilding. Kelajaging nima bo'ladi seni-ya, ukajonim? Seni deb mahallada qanday bosh ko'tarib yuraman? Nima? Sen a? Sen o'zingni bilmagan nasihat qilma. Ertaga nima bo'lishini sen bilmaysan. Men bilan ishing bo'lmasin, Ukajon, senga nima bo'ldi, ukajon? Aka, Alisherni chaqiring. Ukajon, senga nima bo'ldi, ukajon? Chirgin gohida beboshlik qildim, tajanglik qildim, ko'p yoshlik qildim, dilxunlik qildim, dilxushlik qildim. Nomard kimsalardan bo'lmadi samar, bemor bo'lganingda olmadim xabar. Haling so'ralmadim, yoshim to'kaman